Kim bu ma'lumotlar? To'xtanglar, kimsizlar o'zi? Ustalarni himoya qilish, ya'ni usta qul emas tashkilotidan biza tekshiruvga keldik. Bu nima ahvol? Mix o'yimga ishlatishga. Shunga yangi mexchi olib kelib bersang bo'lmaydimi? O'zini uyiga ishlatmaydi, yo'q qo'shni uyiga ishlatmaydi, seni uyingga ishlatadi. Ana shu ustalarni qiynalaring, ha, o'ldirlaring. Obbo, shuni ham yeb qo'ydik. Jo'rajon, bu usta o'zini uyiga ishlayotgan, yo birovniki ishlayapti-da, o'zi arzon 2 dona konfet qo'yasan. Shuni ham bala chaqqang bilan yeb bitirasan. Yana usta yeb ketdi deb o'ylaysan-da, ha? Qani usta bo'l olinglar. Men qonim to'q yemayman. Ukam menga qarada, oshqozoning bor-a, sog'lommisan? Ha? Usta ham sog'lom yashagisi keladi. Menga qara, sen o'zing yoki xotiningga aytib shunaqa qaynatilgan ovqat olib kelib berding-da hozir. O'zlaring mazza qilib boshqa ovqat yeysizlar. Bechora xom chala narsani yesa ham bo'ri o'lmaydi deb ustaga sho'rbani olib kelgandasan, ha, o'zingcha. Ustalarni o'ylanglar, buni ham bala chaqqasi bor, ertaga oilasiga kerak bo'ladi. Baribir sizlarga chora ko'rish kerak. Ey, kimsiz o'zi? UFC'chimisiz, MC'simisiz? Ko'pam ustolarni xor bo'libdi deb o'ylamang. Bularni mini yurgan mashinasiga qarang. Qanaqa mashina meni yuribdi? Trekker. Qanday qila olding? Samarqandda xizmatda olganman, boshlang'ichgina 5% to'lab, hozir oyma-oy bo'lib to'layapman. Kreditga olgan mashinaga shuncha maqtanibsanmi? Sanga o'xshaganlar vaqtiga pulni bersa, shular naqd oladi mashinani. Har oy siqilib yurmaydi, qanday to'layman deb. Baribir shtrab yozaman men shu uyga. Menga desa ribenga yozing. Rahmat sizga ustalarni himoya qiladigan tashkilot ochganingiz uchun. Ko'tari, bunaqa tashkilot yo'q, bir qo'rqitay dedim-da. Hayotga ustalarni biror kishi o'zi odam o'rniga ko'raydimi? Muhabbat bog'ida